Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tomoshabinlar. Demak, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugun darsimizda ko'p o'zgaruvchi funksiyalarning hosilasi va differensiali degan birinchi qismini boshlaymiz. Unda quyidagi rejalar bo'yicha to'xtalib o'tib ketamiz. Birinchisi yuqori tartibli xususiy hosillar haqida va yuqori tartibli differensiallar haqida qisqagina gapirib o'tib ketamiz. Va ko'p o'zgaruvchi funksiyalar haqida, umumiy tushunchalar haqida gapiradigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri bu tabiat va jamiyatda juda ham ko'p masalalar uchraydi. Ya'ni o'zgaruvchilar miqdoriga bog'liq bo'lgan bir nechta sonlarni qiymatlari kelishi mumkin. Misol sifatida kelishimiz mumkin. Tomonlar uzunliklari x va y ga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchakni olishimiz mumkin. Mana bu yerda to'g'ri to'rtburchak turibdi. Eni x ga, bu esa y ga teng. Uni yuzini topadigan bo'lsak, ikkita o'zgaruvchiga nisbatan biz topishimiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari ko'p o'zgaruvchi funksiyalar haqida umumiy tushunchalardan bundan tashqari, demak, matematikada ishlatiladi. Demak, turli to'g'ri to'rtburchakning yuzi va to'g'ri burchakli parallelitning hajmi, bunda ham x, y va z degan o'zgaruvchilar ishlatiladi. Hajm, demak, uch o'zgaruvchiga mos tushadi. Demak, bu ham ma'lum bir ko'p o'zgaruvchini beradi. Fizikada qaraydigan bo'lsak, demak, fizikada turli jismlarning nuqtalar zichligi, demak, rho hamda temperaturani o'zgarishi, ya'ni haroratning o'zgarishi bu tega bog'liq. Bu ham uch o'lchovga kelaveradi. Ularni o'zgarishiga qaraydi. Iqtisodiyotda esa, demak, iqtisodiyotda to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish mahsulotlari y turli xil x1, x2, x3 va hokazo xn omillarga bog'liq ravishda, demak, y barobar a nolavoy, x1 da alfa birinchi darajasi, x2 ni alfa ikkinchi daraja va hokazo xn ning alfa n'inchi darajasi aynan ko'rinishdagi ishlab chiqarish funksiyasiga keladi. Aynan mana shunday ko'rinishda funksiyalar bilan birinchi marta bunday ishlab chiqarish funksiyalari bilan, demak, 1928-yilda amerikalik olimlar Kobe va Douglas tomonidan, demak, aynan ikki o'lchovli qismi ishlatilgan va ular shu bo'yicha ishlagan. Ya'ni mana bunday ko'rinishdagi funksiyalar sifatida ishlagan. Ya'ni alfamiz 0 va 1 oraliqqa tegishli bo'lgan sonlar sifatida ishlagan. Bu yerda esa, demak, x1 asosiy ishlab chiqarish fondi hajmi sifatida ishlatilgan, x2 esa, demak, sarflangan mehnat resurslar hajmi sifatida qaralgan. Aynan iqtisodiyotda xuddi shunday qilib qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Demak, ko'p o'zgaruvchi funksiyalar haqida umumiy tushunchalarni keltirib o'tdik va endi esa, demak, qisqagina ta'riflariga o'tib ketamiz. Demak, birinchi ta'rif, agar D to'plamida har bir x va y haqiqiy sonlar juftligi biror qoidaga ko'ra Y to'plamidan olingan yagona Z haqiqiy songa mos qo'yilgan bo'lsa, u holda D to'plamini 2x va y o'zgaruvchilar funksiyasi Z deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Va ikki o'zgaruvchili funksiyalarni quyidagicha belgilash kiritib olamiz. Z barobar fx y yoki bo'lmasa Z barobar Z qavsicha x y ko'rinishda belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, kichkina izoh sifatida olishimiz mumkin. Bunda x va y o'zgaruvchilar erkli o'zgaruvchilar yoki argumentlar sifatida qaraladi. Z esa, demak, erksiz o'zgaruvchi yoki funksiya sifatida qaraladi. Aynan mana bu yerdagi z barobar fx degan funksiyaga qaraydigan bo'lsak, x y bu argumentlari funksiyani, z esa, demak, funksiya sifatida qaraladi. Aynan misol sifatida keltirishimiz mumkin. X nolavoyga teng, y esa y nolavoyga teng. Aynan argumentlarning qiymatlari shunga teng bo'lgan holatda z nolavoyda xususiy holda uning qiymatini z nolavoy barobar z y teng y nolavoy, x teng x nolavoy qiymatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana z nolavoy barobar fx nolavoy, y nolavoy ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Misol sifatida keltiradigan bo'lsak, z barobar x kvadrat minus y kvadrat ko'rinishda funksiya berilgan. Unga, demak, x joyiga minus 2,1 2 minus 2 qo'yamiz. Y joyiga esa, demak, 1 qo'yishimiz bilan quyidagi ko'rinishga keladi va buni natijasi 3 ga teng bo'lgan songa kelaveradi.
xuddi shunday ko'rinishda ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi ta'rif, agar n o'lchovli Rn Evklid fazosida biror D to'plami har bir m nuqtadan ma'lum bir qonun asosida qandaydir u haqiqiy son mos qo'yilgan bo'lsa, unda u berilgan D to'plamida aniqlangan va n o'zgaruvchi funksiya deb aytamiz. Va uni qisqacha mana bunday u barobar qavsda ichida f qavsda ichida m ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdagi m, ya'ni mana nuqtalar to'plami argumentlar sifatida qaraladi. Ya'ni x1, x2, x3 va hokazo xn deb qaraladi. Va uchinchi tarif, berilgan n o'zgaruvchilar u barobar fm funksiya ma'noga ega bo'ladi. Rn Evklid fazosining barcha m nuqtalar to'plamining funksiyaning aniqlanish sohasi bo'ladi. U f m funksiya qabul qiladigan haqiqiy sonlar to'plami esa uning qiymatlar to'plamini beradi. Va uni aniqlanish sohasini df deb olishimiz mumkin. Demak, qiymatlar sohasini ef sifatida qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Misol sifatida keltiradigan bo'lsak, masalan, u barobar ildiz r kvadrat minus x1 kvadrati minus x2 kvadrati va hokazo minus x endi kvadrati ko'rinishdagi funksiyani oladigan bo'lsak, uni aniqlanish sohasi xuddi shunday ko'rinishdagi r kvadrat minus x1 kvadrati minus x2 kvadrati va hokazo minus xn ning kvadrati katta yoki teng 0 ko'rinishda olishimiz mumkin bo'ladi. Va bundan esa demak r kvadratni oldidagi o'zgaruvchilarni tengsizlikdan bir tomonga o'tkazishimiz bilan xuddi mana shunday ko'rinishga keladi. Bu esa demak aynan shu shartni qanoatlantiruvchi nuqtalar to'plamidan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va Rn Evklid fazosida markazi O nuqtada joylashgan r radiusli n o'lchovli shar deb ham qarashimiz mumkin bo'ladi. Aynan ko'rilayotgan funksiyaning qiymatlar sohasi esa aynan shu sharning radiusi va radiusidan kichik bo'lgan ichki nuqtadagi sonlar to'plamidan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ikki o'zgaruvchili z funksiyasi sifatida qaraydigan bo'lsak, fx y funksiyasi sifatida qaraydigan bo'lsak, demak, Dekart koordinatlar sistemasida to'g'ridan to'g'ri bu uch o'lchovli grafikani beradi. Ya'ni x, y hamda z ga bog'liq, zimiz esa fx y ga teng bo'lgan bitta nuqtani ifodalab beradi. Mana ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, uch o'lchovli fazoda bitta p nuqtani olishimiz mumkin. X, y, z ga bog'liq bo'lgan narsani keltirib chiqarishimiz mumkin. Mana bu qismi esa demak ikki o'lchovli fazo, bu esa uch o'lchovli fazoga chiqish jarayonini ko'rsatib beradi. Va to'rtinchi ta'rif, z fx y funksiyasining grafiki deb fazoda px y z barobar px y fx y mana bunday ko'rinishdagi nuqtalarni geometrik o'rniga aytiladi. Aynan nuqtalar to'plamiga aytishimiz mumkin bo'ladi. Misol sifatida keltiradigan bo'lsak, yuqorida keltirilgan mana grafika asosan demak xuddi shunday ko'rinishdagi tenglamani olishimiz mumkin bo'ladi. Va z barobar fx y funksiyasining qiymatlari biror o'zgarmas c songa teng bo'lsa, demak ax y koordinata teksligi nuqtalar to'plamidan iborat chiziq funksiyaning sath chizig'i sifatida qaraladi. Misol sifatida keltiradigan bo'lsak, demak z barobar hx y degan funksiyaning sath chizig'ini topmoqchi bo'lsak, demak mana bunday ko'rinishda berilgan funksiyamiz 1 x kvadrat plus y kvadrat barobar c ga teng bo'ladigan bo'lsa, bundan to'g'ridan to'g'ri 1 s va buni ham radius kvadrat sifatida aylanani tenglashtiradigan bo'lsak, bu radiusi 1 s ga ildiz ostiga 1 s ga tenglik kelib chiqadi. Va 7-tarif, biror chekli a sonni ikki o'zgaruvchili z barobar fx funksiya va uning argumenti x, y va m nuqtada bo'lganligi limiti deb aytiladi. Agar har qanday kichik epsilon 0 dan katta son uchun unga bog'liq shunday r epsilon r 0 dan katta son topiladiki, m0 va x0 va y0 nuqta
r radius atrofiga tegishli bo'lgan barcha m x y teng emas m nolavoy nuqtalar uchun aynan mana shunday ko'rinishdagi tengsizlik bajarilsa, aynan unga limitik nuqtasi mavjud deb aytiladi va uni ham uzluksiz deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Va ikki o'zgaruvchi funksiyalar uchun limitni xuddi shunday ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'ladi. Demak, x y ga bog'liq ko'rinishda yozishimiz mumkin. Misol sifatida keltirishimiz mumkin. Demak, mana bunday ko'rinishda. Demak, x'imiz 0 ga intilganda, y'imiz 0 ga intilganda mana bu funksiyamiz xuddi shunday. Demak, bu -2 ga intilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, misol sifatida keltiradigan bo'lsak, demak, biz bir o'lchovli limitlar haqida gapirgan edik birinchi semestr davomida. Aynan shunga asosan, demak, x va y ga bog'liq bo'lgan limitlarni ham xuddi shunday shaklda chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shunday 0 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchi misolga ham qaraydigan bo'lsak, aynan limitga ega emasligini, mana bu narsani limitga ega emasligini ko'rsatib berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni x'imiz 0 ga, y'imiz 0 ga intilganda bu limitga ega emas. Buning uchun esa demak y barobar kx ko'rinishidagi belgilash kiritib olamiz va mana bu joyiga qo'yishimiz bilan bizga quyidagi ko'rinishdagi ifodaga keladi. Bu esa aynan mana shunday ifodaga kelishi bilan bu to'g'ridan to'g'ri limitga ega emasligi kelib chiqadi. Uchinchi misolda ham qarashimiz mumkin. Bu ham limit qanday bo'lishini tekshirib ko'ramiz. Bu ham demak ma'lum darajada demak 0,0 nuqta ixtiyoriy to'g'ri chiziqlar bo'ylab yaqinlashganda limit qiymati bir xil va 0 ga tengligi ko'rinib turadi. Va bu yerdan to'g'ridan to'g'ri ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu limitga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va unga ham demak misol sifatida y barobar kx kvadrat ko'rinishdagi parabolaga yaqinlashadim deb qaraydigan bo'lsak, demak bu parabolaga yaqinlashmasligini ko'rsatib berishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va unda ham demak limitga ega emasligini mana shu yerdan qaror limitlar orqali ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Va yuqoridagi ta'riflardan biz ko'rdikku, demak ikkita argument x va y bir vaqt o'zida x0 yoki y0 ga intilganda biz mana bunday ko'rinishdagi ma'lum bir limitni qiymati a songa intilishini ko'rdik. Bu esa aynan mana shunday ko'rinishdagi limitlarga biz qaror limitlar deb aytamiz. Va shu bilan birgalikda ammo x va y argumentlari u yoki bu tartibda x0 yoki y0 songa ketma-ket yaqinlashishi, demak birinchi bo'lib limit x 0 ga intilganda, limit y 0 ga intilganda, fx y a1 ga intilganda va buni teskarisi limit y 0 ga intilganda, limit x 0 ga intilganda, fx y a2 ga intilsin deb aytadigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishdagi limitlarga biz takroriy limitlar deb aytamiz. Va misol sifatida keltiradigan bo'lsak, demak mana fx y funksiya berilgan va x'imiz 2 ga intilganda, y'imiz esa -3 ga intilganda takroriy limitlarni toping degan. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin a1 hamda a2 natijada chiqdi. Ikkalasida ham -33 ga teng bo'ldi. Bu funksiya uchun ikkala takror limitlar mavjud va o'zaro tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan shu yerda Schwarz teoremasi ishlatiladi. Demak, aynan limitlar teng bo'lganda, undagi takror limitlar ham, qaror limitlar ham tengligi mavjud bo'ladi. Aynan shu narsa ishlatiladi. Va bundan tashqari, demak, 5-misol keltiriladi. Demak, x'imiz 0 ga, y'imiz 0 ga intilganda takror limitlarni hisoblash masalasiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda takror limitlar ustma-ust tushmay qoladi, o'zaro teng bo'lmay qoladi. Aynan shunday holatlar ham uchrab turadi. Va bu yerda aynan teorema ishlatiladi. Berilgan z funksiya m0 nuqtaning biror UR atrofida aniqlangan va qaror limitlari mavjud bo'lsa, agar ixtiyoriy mx y aynan UR atrofga tegishli bo'lsa,
x phi y barobar limit x 0 ga intilganda fx y va ksiyat x barobar limit y 0 ga intilganda fx. Tenglamalarimiz oddiy limitlar mavjud bo'lsa, ular ikkalasi ham takror limit bo'lib hisoblanadi va mana bunday tenglikni bajarish imkoniyatini beradi. Va mavjud va A1, A2 va A tengliklar har doim o'rinli bo'lib boradi. Va ikkinchi teorema, agar z fx y ga yana va bundan tashqari yana z jx y funksiyalar ikkalasi ham m0 nuqtaning biror atrofida aniqlangan bo'lsa, karral limitlari a ga jx y nikisi b ga teng bo'lsa va mavjud bo'lsa, bunday tengliklar ham o'rinli bo'ladi. Va ko'rishimiz mumkin, demak mana limit, karral limitlar, demak son bo'lganda albatta sonni o'ziga teng bo'ladi va limitda ichida qatnashgan son tashqariga chiqarish mumkin bo'ladi va ikkita ikki xil funksiyani ham qo'sh va ayirish holatida ham demak karral limitlar alohida bo'lib hisoblash mumkin bo'ladi va bularni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va misol sifatida ham xuddi shunday keltirishimiz mumkin bo'ladi. Va 8-sarfdan m0 nuqta z funksiyasining aniqlanish sohasining biror nuqtasida bo'lgan, demak mx y nuqtani funksiyasi aniqlanish sohasi hamda m0 nuqta ixtiyoriy usulga intilganda, masalan m0 ga intilgan bo'lsa, ya'ni m nuqta atrofida yana m0 nuqta atrofida m nuqta ham bo'lsa, aynan shu jarayonda demak mana bunday ko'rinishdagi limitlar mavjud bo'ladi. Mana shu tengliklar mavjudligi esa aynan funksiyaning uzluksizligini olib keladi. Aynan ikki o'zgaruvchi funksiyalarni uzluksizligini olib keladi va aynan uzluksiz nuqtasi deb aytamiz. Aynan limiti mavjud bo'lsagina u funksiya uzluksiz bo'ladi. Va misol sifatida keltirishimiz mumkin. Aynan bu yerda aniqlanish sohasi birdan kichik yoki teng, a teng 3, b teng 2 bo'lganda ellips va uning ichki qismlaridagi nuqtalarda bu funksiyamiz uzluksiz ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari endi aynan hosilalar degan jarayoniga kelib boshlaymiz. Ikki o'zgaruvchi funksiyadan ham hosilalarga o'tamiz. Endi z funksiyaning m0 nuqtada uzluksizligini biz aniqlab oldik va yuqoridagi ta'rifga asosan endi agar m x y o'zgaruvchi nuqta bo'lsa, unda delta x barobar x minus x0 va delta y minus y0 ayirmalar mos ravishda hosil bo'ladi va ular ham o'zgarib turadi. Aynan mana shu delta x hamda delta y ga demak argumentlar orttirmasi deb aytiladi. Bu holda x barobar x0 plus delta x, y barobar y0 plus delta y deb yozishimiz mumkin bo'ladi. Va orttirmasi umumiy holda z barobar fx y funksiyani o'zgarishini biz olamiz, orttirmasini olamiz. Delta z barobar delta f barobar fx y minus f x 0 va y0. Buni ham mana bunday shaklda yozib olamiz, orttirma shaklida. fx 0 plus delta x y0 plus delta y minusdan fx 0 y0 deb olishimiz mumkin. Bu esa mana bu ko'rinishdagi ifoda esa demak to'la orttirmasi, funksiyaning to'la orttirmasi sifatida qaraymiz. Va limitini qaraydigan bo'lsak, demak delta ximiz 0 ga, delta y'imiz 0 ga intilganda uni limiti 0 ga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va 9-ta'rif, demak berilgan z fx y funksiyaning argumentlari delta x va delta y orttirmalari mana shunday holatda, demak delta x f barobar f x0 plus delta x y0 minus x0 y0 hamda delta y f barobar fx0 y0 plus delta y
minus fx nulovi y nulovi. Mana shunday tenglikni qanoatlantirsa, ayirmalar mos ravishda aniqlangan x va y lar bo'yicha m0 nuqtada xususiy orttirmalari deb aytiladi. Aynan tarif bo'yicha olishimiz mumkin. Va misol sifatida keltirishimiz mumkin. Demak, bizga berilgan mana fx y x kvadrat plus 3xy plus 4 minus 4y degan funksiyani m x y nuqtada to'la va xususiy orttirmalarni topadigan bo'lsak, demak to'la orttirmasi mana bunday ko'rinishda bo'ladi va xususiy orttirmasini olishimiz mumkin. Delta x bo'yicha xususiy orttirma, delta y bo'yicha xususiy orttirmasi mana shu narsaga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va berilgan z barobar fx y funksiyasi biror d sohada aniqlangan va m x y shu nuqtada ichki nuqtalari bo'lsin, bu nuqtaning x absissasidagi orttirmasi delta x ga teng bo'ladi. Y koordinatasi bo'yicha orttirmasi esa delta y ga tengligini topamiz. Va shunda n nuqta topamizki, demak n nuqtamiz x plus delta x y nuqta d sohaga tegishli bo'lsin. Unda mana bunday ko'rinishdagi orttirma hosil bo'ladi. Demak, delta x f x plus delta x virgul y minus x virgul y degan narsaga olib keladi. Va xuddi shunday, demak, bu esa x bo'yicha xususiy orttirmasini topdik va unga mos bo'lgan y ni ham xuddi shunday shaklda topishimiz mumkin bo'ladi. Va ta'rif: agar z funksiya x bo'yicha delta x f xususiy orttirmasi delta x argument orttirmasiga nisbati delta x 0 ga intilganda chek limitga ega bo'lsa, bu limitni aytishimiz mumkin, funksiyani x bo'yicha xususiy hosilasi deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Va mana bunday ko'rinishda belgilashimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerdan mana bunday ko'rinishdagi formula sifatida ta'rifdan xuddi shunday ko'rinishdagi formula sifatida olishimiz mumkin. Va misol sifatida mana x bo'yicha olishimiz mumkin va y bo'yicha ham xuddi shunday shaklda bajarishimiz mumkin bo'ladi. Va misol sifatida mana yuqoridagi misolda shunday qilib tatbiq qilishimiz mumkin bo'ladi. Va endi esa demak ikkinchi tartibli xususiy hosillarga qaraydigan bo'lsak, birinchi olingan xususiy hosillardan yana ikkinchi tartibli bo'lgan xususiy hosillarni olishimizga qaratamiz. Bu esa ikkinchi tartibli aralash hosillarni hosil qilib beradi. Masalan, misol sifatida mana birinchi tartibli hosilasi va bu esa ikkinchi tartibli hosilasi sifatida qarashimiz mumkin bo'ladi. Va mana bu yerda umumiy holda xuddi shu narsani misol sifatida yozishimiz mumkin. Endi shuni turizm sohasiga qanday qilib tatbiq qilamiz degan savolga, masalan, sayyohlik kompaniyasi narxi x va reklama xarajatlari esa y miqdoriga qarab daromadni pxy ga o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Aynan bundagi tatbiq qiladigan bo'lsa, x bo'yicha xususiy hosilasi mana shu narsaga teng bo'ladi. Demak, x'imizni 10 deydigan, y'imizni 20 deydigan bo'lsak va uni orttirmalari xuddi shunga teng bo'ladigan bo'lsa, bundan to'g'ridan-to'g'ri mana buni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Va narx va reklama xarajatlarini ko'rsatilgan o'zgarish daromad 1268 so'mga ko'payishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'lingizlar.